Bu avtomobil shunaqa darajada o'zbek segmentiga notanishligidan ba'zilar bu avtomobilni Dodge Durango bilan adashtirib yuborishadi. Lekin unaqa emas. Bu avtomobil Jeep oilasiga, Durango esa Dodge oilasiga mansub bo'ladi. O'zbek segmenti uchun eng notanish, lekin Chevrolet Traverse yoki premiumli Mercedes GLE bilan to'g'ridan-to'g'ri raqobat qila oladigan amerikaliklarning ishonchiga kirgan avtomobillardan biri Grand Cherokee Overland. O'zi aslida Grand Cherokee 6 xil komplektatsiyani mijozlariga taqdim qiladi. Uni ichida Overland eng boy komplektatsiyalardan biri hisoblanadi. Uning sababi esa premium Napa kojalari semi-onlinedan tabiiy yog'och, deyarli ishlatilmaydigan, lekin o'zbek segmenti uchun kerak bo'ladigan panorama, yaxshilangan va ko'paytirilgan audio sistema Macintoshdan va eng qizig'i Quadrolift pnevmopodveskasi va polniy привод sistemasi esa Quadrotrack 2 o'rnatilgan bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsa, komplektatsiya va motor hajmidan kelib chiqqan holatda $50,000 dan bor yo'g'i $75,000 gacha farq qilishi mumkin.